Germaniyada kelajakda va hozirda talab yuqori bo'ladigan 5 ta soha. Birinchisi sog'liqni saqlash sohasi. Bunga parvarishchi, fizioterapevt, hamshira va shifokorlar kiradi. Sababi aholining katta qismi qarib boryapti va bu yerda chet ellik ishchilarning ham imkoniyati katta. Chet ellik ishchilarga mana shu soha vakillariga yo'llar ochiq. Ikkinchi soha axborot texnologiyalari, ya'ni IT. Bunga IT mutaxassislari, kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar va sistemalashtirish bo'yicha mutaxassislar kiradi. Sababi Germaniya ayni damda sanoat va davlat xizmatlarini raqamlashtirish yo'lida va bu degani sizga katta imkoniyat bor va IT yo'nalishlariga kelajakda talab juda yuqori bo'ladi. Uchinchi muhim soha quruvchilar va muhandislar. Bu ko'pchilikka mos tushadigan soha bo'lib, agar siz usta bo'lsangiz, qo'lingizdan ma'lum bir hunar kelsa, Germaniyada juda ham kerakli inson hisoblanasiz. Bular muhandislar, arxitektorlar, bundan tashqari elektrotexnik muhandislari hisoblanadi. Sabablari yangi infratuzilmalarga va yashash joylariga talab ortmoqda. Germaniya ayni damda yashil energetikaga o'tmoqda va bu bilan birga uylarni ham, turar joylarni ham shunga mos tarzda qurish niyatida. To'rtinchi muhim soha va ko'pchilikni qiziqtirgan soha bo'lib, bu logistika va transport sohasi. Bunga yuk mashinalarining haydovchisi, omborxona boshqaruvchilari va lageristlar kiradi. Ko'pchilikka ma'lumki, Germaniya Yevropaning logistika bo'yicha markazlaridan biri hisoblanadi va ayni damda ko'pchilik shofyorlar, ya'ni LKV haydovchilari ayni damda pensiyaga chiqmoqda, ya'ni nafaqaga chiqmoqda. Ularning o'rnini to'ldirish uchun chet eldan juda ko'p shofyorlar, ya'ni yuk mashinalar haydovchilari kerak bo'ladi. Beshinchisi va ko'pchilikka mos tushadigan soha kasb-hunar, ya'ni Germaniyada nemischasiga handwerk va texnik deb ataladi. Bunga elektriklar, santexniklar, payvandchilar, konditsioner va isitish ustalari kiradi. Handwerk sohasi Germaniyada yuqori qadrlanadi. Mana shunday malakali usta bo'lsangiz va qo'lingizdan mana shu quyidagi sohalar kelsa, siz Germaniyada doimiy va barqaror ishchi sifatida ko'rilasiz. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan kasb-hunarlar egasi bo'lsangiz, kommentariyada o'z kasbingizni yozib qoldiring. Qani, qaysi kasb egalari, qaysi hunar egalari bizda ko'proq? Qaysi sohalar qancha daromad ko'rishi qiziq bo'lsa, bittadan like va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Germaniyada ko'rishguncha.